Eshak yo'lbarsga qarab, o'tning rangi qizil dedi. Yo'lbars esa, yo'q, uning rangi yashil dedi. Ular tortisha bu masalani sher hal qilishiga kelishib olishdi. Janobi oliylari, o'tning rangi qizil, to'g'rimi? Ha, o'tning rangi qizil. Unda yo'lbarsni jazolang, u doim men bilan bahslashadi. Sher yo'lbarsga qarab, sen 1 yil gapirmaslikka hukm qilinding. Eshak sakrab, xursand bo'lib, ha, men bahsda g'alaba qozondim dedi. Yo'lbars esa hayron bo'lib, o'tning rangi yashil, to'g'rimi? Ha, albatta. Unda nega meni jazoladingiz? Chunki sen kabi dono kishi ahmoqqa biror narsani isbotlashga vaqt sarflamasliging kerak, dedi. Gapingizni tushungisi kelmagan injiq odamlarga tushuntirib ham o'tirmang. Biz aqlliroq va kam gapiroq bo'lishga majburmiz. Agar hayotni befoyda suhbatlarga sarflasak, biz ham ularning darajasiga tushib qolamiz va eshakdan farqimiz qolmaydi. Sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz hech qisi yo'q. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, keyingi xulosalarda ko'rishguncha.